Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsiz. Yana bir sarmoyasiz telefon orqali pul ishlash videomizni tayyorladik. Demak, bu yerda qanday bu sayt silkasini kommentariyada qoldiraman. Silka orqali kirasiz. Bu yerda registratsiya uchun faqatgina o'zingizga ism tayinlaysiz. Demak, bu yerda hozir так, ваша главная страницasi bu. Demak, bu yerda bizni tepada registratsiyadan o'tkazilmaydi. Email pochta hech narsa ko'rsatilmaydi. Demak, kirgandan silka orqali kirasiz. Kirganingizda skachat qilib efirimni demak, u yerga faqat o'zingizga yoqqan bir ismni qo'yasiz. Demak, ismingiz yoki bironta qanaqadir nikneymni yozasiz, bo'ldi. Demak, bu главный ekran ochiladi shundan keyin. Bu главный tepada ishlab boriladigan balans sizava mana bu shu saytning внутренний valyutasi ichkaridagi puli. Bu yerda skorost. Demak, bu увеличение скорость. Bu skorost mana bu tepadagi ketadigan miningni qanchalik kuchaytirish uchun reklama ko'rish orqali bo'ladi. Reklama ko'rasiz. Demak, bu yerda har ko'rgan reklamangizga mining kuchayib boraveradi. Demak, ikkinchisi pastdagisi bu pul. Bunda agar har bir ko'rgan videoingiz uchun reklama ko'rasiz. Reklama ko'rganingizga sizga mana bu внутренний valyutasida pul beradi. Tak, plus manaka 0.059 bo'lyapti. Demak, shunday hisoblab beradi. Demak, bu yerda uchinchisi zadaniya, veb zadaniya. Na устройство заработок на устройство и приложение игр deyapti. Demak, bunga bosamiz. Bu yerda sizni o'zi silka orqali shu bo'limni tashlaydi. Shu bo'limda qarang. Demak, bu yerda mana shu приложенияларni skachat qilib, kirib o'ynaganingiz evasiga sizga mana moneta beradi. Sizabo. Bu boyagi внутренний valyutasi mana sovg'achani belgisi bor. Shunga siz plus shu anaqa qilsangiz shu beradi. Bu yoqlarda juda ham mana bu yoqda demak 816 ta sizava berar ekan. Demak, bu mana bu o'yinni skachat qilib, shu o'yinda o'ynab, keyin mana bu o'yinasida 2000 ta tanga yig'ib, o'yinasiga monetasini, shu o'yinning monetasini yig'ib, demak, shu yerda o'shandan keyin beradi. Mana bu ko'rsatilgan balni beradi. Bu balni keyin haqiqiy pulga aylantirib olib chiqarishingiz mumkin. Demak, ortga qaytamiz. Bu yerda demak, pastda mana bu yerda referral silkangizni olib o'zingiz kirishingiz mumkin, qo'yishingiz mumkin, do'stlaringizni chaqirib. Demak, bu yerda platejni mana bu bo'limda chiqarishingiz mumkin. PayPal ishlamaydi o'zimizda. Demak, bizga eng qulayi PayRuble kошелек, 50 Kiwi kошелек. Bu yerda Kiwi kошелек minimalkasi 930 sizava ekan. Demak, pastda PayRuble kошелек ham bor. Dollar kошелек ham bor. Dollar kошелек bu. Demak, bunda minimalkasi sizava 50 ekan. Komissiyasi 0%. Demak, bizga eng qulayi mana bu PayRuble kошелек. Payr kошелегingizni mana namuna ko'rsatib qo'yibdi. Nomerini, kошелек nomeringizni aniqlasiz, yozasiz va payment tugmasini bosish orqali minimalkasi 30 sizava ekan. Demak, shunda 30 sizava chiqarib olasiz. Payr kошелегingiz avtomatik tarzda tushadi. Sayt to'lab beryapti. Demak, sayt silkasini kommentariyada qoldiraman. Kommentariyada shu silka orqali kirganingiz uchun sizga boshlashingizga boshida balansingizga 15 sizava beradi. Silka orqali kirganingizga 15 sizava beradi. Keyin siz o'zingiz kanalingizni reklamalar ko'rish evasiga
kuchaytirib borasiz. Demak, bu saytda sarmoya kiritilmaydi, hech qanaqa ish qilinmaydi. Agar siz o'zingiz reklama ko'rib kuchaytirmoqchi bo'lsangiz, kuchaytirib borasiz. Reklama ko'rib, mana bu внутренний valyutangizni oshirib borishingiz mumkin. Agar reklama ko'rish vaqtingiz bo'lmasa, demak, bu saytda bemalol qo'shib qo'yasiz, mayning o'zi pul ishlab beraveradi. Demak, hammaga rahmat. Saytimiz rivoji uchun azizlar, obuna bo'lib, layk bosishni unutmang. Hammangizga rahmat e'tiborlaringiz uchun. Savollaringiz bo'lsa, demak, bu kommentariyada qoldiring. Iloji boricha javob berib boramiz.